Hürmetli aziz mehmonlar, dostlar, hanımlar, efendiler. Hazır faaliyetimizni başlash oldi turibmiz. Faaliyet başlashdan avval o'ltagan barcha Xotan diyoridagi shundaqla yiroq yaqinga kelgan barliq azizlardan kichkina bir o'tinishimiz bor. İmkoniyat bo'lsa, mushunga bir moslashib bergan bo'lsanglar, shunga tarafballi faaliyetni boshlamay turibla chiqib oldim. Bugungi faaliyet naq maydonimizni Şinjan Kuychi Madaniyat taqti chekitmasiya shirkati özününki məxsus supsida naq maydondan taqtıdı. Bugün şu partiya hükümetinin qo'llashi munosib tarmoqlarninki alaylı ko'ngil bilishi bilan biz bu yerga hammaylar shundoq chiroyli jam bo'ldik. Shunga do'stlarimiz imkoniyatning bericha bo'lsa qo'limizdagi telefonlarda surat tortib undidor yoki do'yin qayshoq qatorliq bizningki shu suplarda taqatmagan bo'lsanglar. Chunki biz şu yuqum mudofiasiga angliq moslashish bilan birga shirkatninki behuda avorchilik undan boshqa turli ishlarga ta'sir etib qolmaslik uchun ham faoliyatimizni yaxshi boshlab olishimiz uchun aziz mehmonlardan bo'lsa shu naq maydondan taqatmaslig'larni o'tinamiz. Keyin shirkatdagilar maxsus bularni film qilib ishlagandan keyin agar ko'makchi bo'lsak, qayta ko'makchi bo'lsak, hammamiz telefonlarimiz orqali skanerlab bizning cho'ng ekrandagi va oldidagi e'lon taxtasidagi shirkatninki 2 yillik kod orqali qayta ko'rib olsanglarmi bo'ladi. Shunga mushunga bir moslashib bergan bo'lsanglar, ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, do'stlar, xonimlar, apandilar, hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Kamin riyosatchi Nadir Abdullohdan hammalarga o'tiq salom, oliy ehtirom. 尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的女士们、先生们，首先我代表公司的所有干部职工，对你们的到来表示最热烈的欢迎和衷心的感谢，欢迎你们。Hürmetli mehmonlar, hanımlar, efendiler, mana başbaharning shunchalik gullab po'raklab echilgan, hamma xo'shallikqa cho'mgan mana shundoq vaqtlarda biz hammamiz bir yerga jam bo'lib, Şinjan Xan Soda Chekit Mas'uliyat Shirkati ham shundaqla Xan Nimkesh avtomobil bozorininki savdogar chaqirish, axborot e'lon qilish, kon yangi xaridorlarga rahmat etish yuzin elib berilgan bir qatimliq choy so'hbatiga daxil bo'lib o'tiribmiz. Mushu munosabat bilan bugünkidek barcha aziz do'stlarni bir yerga jam qilgan Xan shirkatiga shundaqla Xan Nimkesh avtomobil savdo bozoriga chavaqlarimiz orqali rahmat aytamiz. Harmag'aysizlar. 尊敬的各位来宾，亲爱的朋友们，在这里我们团聚在一起，隆重的举办新疆河岸责任有限公司河岸二手车交易市场招商以及新闻发布会。我再次代表公司的和有关人员对你们的到来表示最热烈的欢迎和衷心的感谢，谢谢。 Aziz dostlar, hammamizga ma'lumlik. Partiya va hukumatning, davlatning bizningki Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni, jumladan Xotan viloyatiga qaratgan afzal siyosatlarining, shundaqla turli e'tibor berish siyosatlarining turtkisida mikro kichik tipdagi korxonalar, shundaqla milliy korxonalarimizning orqa-orqadan yaxshi bo'lgan taraqqiyotini qo'lga keltirib oldik. Mana ko'rib turayotganimizdek bizning Şinjan ichki sirtida nurg'ulg'an korxonalarimiz ishga o'rlashtirish, nomrodlikni tugutish, shundaqla jamiyatning besimini yengillatish jihatda o'zining bir kishilik majburiyatini ado qilib kelyotdi. Mushu munosabat bilan biz oldi bilan faoliyat boshlashdan avval bizga bugünkidek mana shunday katta fursatni bergan ulug' To'g'ri Jungo Kommunistik partiyasiga, shundaqla Xotan viloyatlik partikom ma'mur mahkama, shundaqla munosabatlik tarmoqlarga yana bir qitim chavaqlarimiz orqali rahmat aytamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi sorunimiz Xotan diyoridagi savdo sohasidagi, shundaqla har soha, har kasbdagi aziz mehmonlarning qatnashishi bilan nihoyatda chiroyli boshlanish oldi turibdi. Shunga men oldi bilan bugungi faoliyatimizning bosh sohibxoni bo'lmish bizningki Xan Musininki, yana Xan Soda Chekit Mas'uliyat Shirkatininki shirkat vakili Sav apandini bugungi faoliyat uchun ikki kalima yurak so'zini so'zlab berishga, shundaqla
bizning Xan Nimkesh avtomobil savdo bozorininki boshqaruvchisi, shundaqla umumiy ishtiyoqi mas'ul, shundaqla shu bozorga mas'ul bo'lgan bosh direktorni e'lon qilishga rasmiy taklif etaman. 尊敬的各位朋友们，接下来呢，我们掌声有请新疆河岸有限责任公司公司代表曹总给我们今天的活动致辞，并给我们公司任命的二手车市场管理员、负责人、经理的任命通知书。我们掌声有请曹总。尊敬的各位来宾、朋友们，大家晚上好。我是河岸公司的执行总经理曹少峰。今天呢，非常荣幸能够和大家一起共同见证河岸公司和乌尔凯西先生的这一次成功握手。我记得上大学的时候，我们的政治经济学老师讲过一个小故事。他说，在这个南太平洋的两个物产丰富的小岛上，生活了两个幸福的部落。突然有一天呢，因为特殊的原因，这个部落的生活的人们，这个基因发生了突变。这个特质呢，就是他们的手长得特别长，而且再也不会打弯。大家知道，你要吃饭嘛，肯定要打弯才能吃得上。结果呢，几年以后，这两个部落就迎来了两种截然不同的命运，让专家学者这个特别纳闷，就是同样的物产，同样的生活的地方，同样的身体特质，一个部落呢，每个人饿得都面黄肌瘦，苦不堪言；另外一个部落呢，却像原来一样，生活的还是很幸福。于是专家学者呢就想去一探究竟。可是等他们到了两个岛上，第一眼看到两个岛上的情景，就明白了这两种命运的结局，这个原因。这个被饿得面黄肌瘦、苦不堪言的小岛上，每一个人都在努力的用自己不会打弯的手臂去采摘一些没有营养的食物来维持自己的生命。而另外一个小岛上呢，却出现了这样一种情况，大家围坐在一起制作美食，制作完以后用自己超长的手臂递到对方的嘴里。所以这个岛上的幸福还在继续着。这个故事呢，告诉我们，只有合作才有未来，只有合作才能够赢。河岸公司呢，期待和在座的每一位精诚合作，共同打造和田乃至新疆第一座集汽车销售、二手车交易、驾驶员考训、汽车检测、汽车金融和汽车装潢维修为一体的汽车服务综合体，打造一条完整的汽车产业服务链。谢谢大家。下面请允许我代表公司来宣读对乌尔凯西先生的任命。聘书：经公司股东会研究决定，聘任乌尔凯西买提尼亚兹为和田亚中机动车检测有限公司总经理一职。和田亚中机动车检测有限公司，2021年5月5日。聘书：经公司股东会研究决定，聘任乌尔凯西买提尼亚兹先生为新疆和安驾驶人考训有限公司二手车交易市场总经理。谢谢大家。
首先，衷心的感谢伟大的祖国、伟大的党，把我培养成这么优秀的一个年轻。再下来，衷心感谢以河岸公司管总和周总的领导下对我的信任和对我的认可，由我尽我所能最大的努力，会把这个河岸20这市场在南疆最大、新疆第2个的正规化的、信息化的、规模最大的一个20这交易商。谢谢大家，谢谢邵总。Xo'sh, aziz mehmonlar, bizni to'lib toshgan hayajon ilkida Xig'an Gungsuninki rahbarlari bilan birlikda bizningki shu Nimkesh avtomobil savdo bozorininki direktori, shundaqla zo'ng boshqaruvchisi O'rkash apandininki bugungi vazifaga tayyorlash, shundaqla Xig'an Gungsuninki o'tagan aziz mehmonlarga bo'lgan umidi qatorliqlarda hammamiz birlikda o'tirib shundaq chiroyli o'rtoqlashdik. Degandek, Xotan viloyatimizning yaqindan buyon turli har soha kasblardagi taraqqiyoti shunchalik tez, shunchalik zo'r bo'layotdi. Partiya hukumatninki afzal siyosatining turtkusida bizning turmushimizda olamshumul o'zgarishlar borliq keldi. Deganimizdek, aslidagi bizning Yo'rinqash daryo bo'yiga joylashgan bizningki Nimkesh avtomobil savdo bozori, mushu shahar qurilishi, shahar muhiti hamda bo'libmi davlat sirtidagi sayohatchilarni kutib olish, savdoga chaqirib mablag' jalb qilish, shahar qiyofati muhitini o'zgartirish sababidan o'rni yo'tkiladigan mana shunday tarixiy fursatda partiya hukumatning, shaharlik partiyakom hukumatning shundaqla qatnash, boshqarish tarmoqlaridagilarning alohida qo'llashi va ko'rsatma berishi bilan biz mana shundaq bir ozod muhitda nihoyatda keng ketgan, shunchalik chiroyli, ko'lamlashgan, kasblashgan bir bozorni barpo qilish oldida turyapmiz. Mush munosabat bilan bugun hammamizni jam qilib mana shundaq so'rinni tuzib bergan hamda ana shundaq ishlarga bel bog'lagan bahodir azmatlarga chavaqlarimiz orqali rahmat aytamiz. Jafo chekdinglar. Ben bugün şu sorununki riyasatçisi, şundaqlı xizmatçisi bulu süptüm bilen gerçi men bu qurilish oldida turayotgan mashina bozorininki Nimkesh avtomobil savdo bozorininki ko'lam jihatdagi ortiqchiliklarini o'zimmi ko'rib hayron qolgan. Ham shundaqla mushu bozorga bo'lgan qiziqishim oshqan turuqliqmi, lekin tushunishim toza mukammal emas. Demak, bu yerga kelgan nurg'ullargan do'stlarimiz yana bugun mushu shirkatninki shundaqla boshqarish tarmoqlarininki bozor to'g'risida qanday aloyidliklar borligi ham o'zininki qanday manfaatlarga erisha oladiganligiga cho'qim qiziqadigu deyman. Şunlaşkı biz yeni bir qitim yenidan vazifaga tayinlangan Xig'an ikinci qo'l Nimkesh avtomobil bozorininki bosh direktori, shundaqla boshqaruvchisi O'rkash apandini yeni bir qitim taklif qilib, bozorninki taraqqiyoti ham alohidlik to'g'risida bizga bir tushuncha berib o'tishga taklif etsak. Marhamat. Söz başlasın burun. Aldı bilen muşu sorunga dahil bo'lgan, bugungi muşu do'stlarga qadam tashib qilgan barliq urug' tuqqanlar, do'st birodarlar, aka inilar, hadi singillar ham muşu qisqagina 3-4 yildan yoqi men bilan kuch qo'shib, Japonni birlik tortib, bayam deb o'tganday Şinjan bo'yicha 2-chi, Janubiy Şinjan bo'yicha 1-chi, bütün Şinjan bo'yicha, hatta bütün memleketimizde dan chiqargan, mush hozirgi biz turayotgan mashin bozorini birlik qurishga hamqon bo'lgan, yordamlashgan, kuch chiqargan, mishada qadam tashib qo'ygan barliq el og'irligiga, savdogarlarga, tijoratchilarga chin ko'nglimdan rahmat aytibman. İkinci birisi yaqinqi 2 oyning yanqi hesapta şu 6 aydan bu yan maşın bazarı toğırlık cemiyetimizde, tor dünyasında, Vision'da, Ponyuçer'da, Kuç haberlerde her yıl nurgulluğun gep sözlü boğan buldu. Bugün
emeli nek meydanda üzemnin avazı olan hakasını guvaçılığı tartıp maşın bazı toğurluk yakın yankısı yüz bergen meyli toğur olsun, hata olsun, igiz olsun, pes olsun, ras olsun, yalgan olsun muş bazı toğurluk taqalgan gap sözlerine nispeten men Mişe'de 350 buraderine guvaçıp kaptırıp men sizge emeli toğura hakiki çönçe vermekçi. Maşın bazının azık oyunu yeni biz azı tamak yavatkan muşu restoranın keyni terbetike yuhaytan maşın bazı olan yağcın maşın bazı bizim şirketimiz 2006 yılı royxat gelinip 2009 yıldan başlap men başçılığımda izchil başkurup kontrol kılıp teşkillep 2017 yılı resmi kullanım kılıp hazırki muntizimlaşkan halına gelgen muşu bazar şu memleketimizin hem muşu muhit asaş tarmaklarının hem de Xotan'ın sayahatçilik xiydalarını jalb qilish nurg'un tur qurilishig'a asosan mushu Yurunqash daryosini markaz qilgan asosda daryoning ichki yenini manzil joyini sayohat joyini qilib Xotan viloyatimizda sayohatchilikni ilgari surish yuzasi bilan mashin bozorimiz mush pat yaqinda qisqagina bir oy ichida balkim bu o'rnidan qo'zg'alishi mumkin. Bu qandaqdir mashin bozori yoki shirkat vayron bo'lganlikninki chuvilib ketganlikninki yoki yoki bo'lmasa haqqosininki tijorat qilayotgan yer yo'qolib ketdi deganlik emas. Bu faqat biz shirkatninki shu hukumatimizning sayohatchilikni ilgari surish qurilishiga qo'shgan to'pisi. Bu mashin bozori qo'zg'alib ketgandan keyin men shu 10 yillik xizmat tajribamga asosan hem avtonom rayonlik Nimkesh avtomobillar jamiyatining muavin raisi bo'lish sifatim bilan 10 yıllık hizmet tecrübem bo'yicha men shu mashin bozorining jug'rofiylik o'rni alaydiligi, havo yo'l sharoit alaydiligi, qatnash qulaylik alaydiligi, fuqaroning berib kelish qulaylik alaydiligi ham keng xalq ommasining nurg'un yurak so'zlarini anglash orqali men shu hozirgi bütün Xotan viloyat xalqiga yodlab ketgan 70 yoshdan 7 yoshgacha hamma bilan bilayotgan shu Aydurning to'pisidagi Cho'ganso deymiz. Hamma bilan bilamiz. Cho'gansoning o'ylisining ichidagi xirangungsini mashin bozorini men qayta boshdan qurib chiqdim. Bayam shirkat rahbarlari savzungma e'lon qilib berdi. Men hozir shu xirangungsining mashin bozori hem CNT işleri mesul baş direktör. Bir yana talaştaki maksat bayam dep öttüm bir mashin bozoriga nisbatan mashin bozorining yurki jini asosli shu mashinni asrashda. Xotanning tabiiy sharoiti taklamakonga yaqin, qumbaralik, havoyi ko'p. Nurg'un sabablar tufaylidan mushu turayotgan yerimizdami bizmi to'pidan yoki qumbarandan xoli bo'lolmadik. Mushuni ko'zda tutib boshqa yerda buron chiqsa azaq shamol chiqitgan, boshqa yerda to'pishsa bizning yerda to'pishmayotgan, jug'rofiyalik o'rni yaxshi bo'lgan shu Cho'gansoning o'ylasishdagi shu Xiran bozorini men tanlab hozir jiddiy qisqagina 25 kun ichida necha kun yang'isi mishada o'tirgan nurg'un bo'lsa chiqib ko'rdik. Shu holatga akilish uchun tirishayapmiz. Mening planimda 6-oyning 10-kundan burun 6-oyning 10-kundan burun shu mashin bozori sizlar uchun a'lo mulozat qildi. Endi mashin bozorining qisqagina bayonma deb o'tib ketdim. Bir qancha so'z oladigan deb o'tsam. Bayon deganda mashin bozorining o'rni Aydurning to'pisida havo sharoiti bir qadar yaxshi, qumbaralik havosi yo'q, qatnash qulaylik. Yana shu bizning Yettinay Bishar viloyatimizdagi birdan-bir G'ovsug'ulning tush eg'izida. Xotandagi Yettinay Bishar shu Yettinaydan Qosinaydan kelsa tushadigan G'ovsug'ulning yo'l eg'izida. İkinci birisi bizning bozorning o'ng taraf yuqori burchakda ya keyin tarafda 2 dona ko'chang bor. Ruyi ko'chang bilan Shuntun ko'chang Yovan. Ko'changda imtihon berib kinishga olgan shu kinishkin olgan xo'shallikda birinchilab bizning bozorga kelaydi. İkinci birisi bizning shu bayam deb o'tdim, men hozir ichki shirkatning direktori deb mashin bozoridan sirt bizning to'pida Kona qadimdan tortib Xotan xalqi bildigan Jansa Zamba, Sentay. Mayli Xonba bo'lsin, mayli Shinyan bo'lsin, yillik tashri olsun.
Muşu bütün bazardaki koyulgan maşınlarga a'la mulazimat qıtqanğa sente umu bizninki. Bunu meyli öçet saklaş jihatin bolmusun, meyli baha jihatin bolmusun, nurgun jihatin bizni aşan yesa toğu yoldaşlarga nisbeten bu intaymi kolaylık. Oyladın çıkmaylam, çoğun yolga çıkmaylam, bazardan bir vasıta maşinini yıllık tekşürüş hem muhit asas tekşürüşten kırıldı. Üçüncü birisi hazır muşu hemmeylen köngü bulutkan, hemmeylenin muşu iqtisadi menfaatlik takıştkan talon kesiş joyi fapyo. Men Mişadu turup yoldaşlarga şunda va'da beraman ki aşağıdan yaset ölüp ya komisi bizden aşı bazar uğurlaşkan barlık ticaretçiler meyli maşini üzerine namı ötkenler ve ya komisa başkaları setinler kayış günümü toptumu digen en yukarı olacağım 350 koy onun eşlik etmeydi o. Ma o hoşal butkan gitmekin ha? Çavak 350 koy bu fakat yukarı baha kıymet maşınlığı nispeten tören maşınındaki okşaşlar devamlılık üzünün nakıdı bulardı. Vakt münasebet olan tamaklama çıkıp oldu. Ben Mişaki söz kılsam en arkıtım bir gemli kılay. Muşu kıskını 4-5 günü yankı nurgun gep sözlecek. Baha doğurluk, itibar siyaset doğurluk veya komasa nurgulluğun. Ben veyşinlik hakkım edim, çünlük hakkım edim, toplik hakkım edim. Hemmenin köz aldı da hakiki üzerinden avazı bilen 350 adamı goğa çıkıp ben Mişa'da hakasınlığa uçuk gep kıpırayı. Yeni bazara çıkkandan keyin birincisi ya taqatkan çağda men de hazır hiç kimge ya taqıp bermedim, hiç kimde yacım almadım. Ya komisi palanı sizninki de bir kimi çıkıp koyup bergen yerim yok. Ma gepim ras. Sitte qanday gep bolgan bolsa, bunu işlemesanglar butu. İkinci birisi yeni bazara çıkkandan keyin yeni bazarning boshqurish usuli, rahbarligi yine men shu, yine Mehmet abla Cınlı şu, yine şu Kamilcan Cınlı hem biz qatorliq bir qancha mush ish xizmatchilar o'xshashib uchun mulozimat qilamiz. Mushu bozordagi haq ilish o'lchimi asosida shu uji butu. Undan eshib ketmaydi, hem cho'ng darajada farq bo'lmaydi. Shunga sirtki gaplarga ishonmanglar. Men hozir uzangni olib dedim ma gapni. Mushu degan gapim hisob. Bugungi mushu ochilish murosimini degan biz tayyor qildik. Oldi bilan mushu so'nggi qadam tashib qilib, bizning faoliyatimizni qo'llab, Mishak Kappaga yo'ldoshlarni eng avval o'ylashimiz. Yana bir chavak. Magapning ma'nosi cho'nqur obdan o'ylab boqinglar. Balkim hammalarga yetmasligi mumkin. Balkim yetib qolishi mumkin. Lekin yetish yetmaslik masalasi kelgan chaqda bunda faoliyat o'tkazsak, buni aktiv qatnashib, qo'llab, bizni hurmatimizni qilib, Mishak Kappaga yo'ldoshlar hargiz bozorning tashida qolmaydi. Machavakin tayin to'g'ri oldu. En ahırda yeni bir qatim Mishak Kappaga mimarlığa, dost braderliğe, alağılığa cümleden muşu bugungi sorunun asası çoğun mimarlar bolgan, majin ticareti şug'ullanayotgan Mishak alağılığa şirket namıdan hem üzemning namıdan chin ko'nglimdan rahmat aytibman. Faoliyatni tinjaman saqlamat o'tkazib bo'lgandan keyin balkim ertadan boshlab haqiqiy turda ya taqsim qilish hem ya bilish boshlanishi mumkin. Bir 2 kunning ichida. Shunga har vaqt mush uchurliga Yakob Metablar Cınlı'ning mush o'rlashtirishiga quloq solsanglar bo'pti. Mush 1 kun 2 kun ichida ya taqsim qilinadi, pul yig'iladi. Yine dedim, yeni bir qatam aqındab qo'y, mush so'nggi qadar tashib qilganlar hargiz bozorni tashida qolmaydi. Ko'pchilik rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlarimiz, mana bayan balkim men bozor to'g'riliq yoki bu bozorniki alaylik to'g'riliq men so'zlagan bo'lsam nurg'un aziz mehmonlar
yezib olgan yoki olmay qolib qolsa bir e'lon so'zi davatgan bo'lishi mumkin deb o'ylagan bo'lishi kerak edi. Mana biz bugun mush echilish oldi turibotgan bozorninki mas'uli, shundaqla bosh direktori O'rkash apandining og'zidan mana keynimizda turgan ajoyib ratlik, intayin zamonaviy boshqarishga aplik qilib selingan mana mushta katta bir mashina bozorininki buningdan keyingi taraqqiyotini ham savdo andizini ko'rib yetdik. Şuna mehmonlarimizningki bugun bayam O'rkash apandimi deb o'tdi. Oldi bilan meni qo'llab bergan ko'pdan ko'p rahmat deb. Chunki har qanday bir savdo tijoratda bir konularning bir eg'iz gapi bor. Xaridoring bo'lmasa, zibolig'ing ne ati bor deb. Shuningga o'xshash o'ltagan barliq Xotandagi, shu Xotan sirtidagi aziz mehmonlarimiz izchil O'rkash apandi boshchilik işçi xizmatchilarni shundaqla bizning savdo bozorini qo'llab kelyotdi. Mana endi kasblashgan, shirkatlashgan XN shirkatini shundaqla Nimkesh avtomobil bozorini qo'llash oldi turibdi. Shunga yana bir qitim sizlarga yana bir qitim oliy ehtiromimizni bildiramiz. Rahmat. O'rkash apandininki so'zmanligiga men qoyil ilg'inoyati yerlik o'zimizningki eng yaqin tili bilan bugün demoqchi bo'lgan ko'nglidagi barliq yurak so'zlarini nayeti meg'izliq tushunishlik qilib tepadi. Tövende endi bizningki mushu shirkatda uzundan buyon o'ltagan qari ko'zlarga shundaqla savdo tijorat uchun, shundaqla o'zining igiligi uchun tirishayotgan barliq azizlarga xizmat qilib kelayotgan shirkatdagi xizmatchilar bugun mana bu shundaq bir hayajonli damlarda O'rkash apandiga o'zimizning ko'nglini bildirib olsak deb tayyor bo'libdi. Qani unda bo'lsa shirkatga barliq xodimlarni sanimiz taklif etamiz. Marhamat. Mübarek olsun. Şirketkiler taqdim qilgan şu gullar, şu quchoqlashlar, şu medet berishlarning turkisida shirkatkilarni boshlab texmo cho'ng taraqqiyotlarga erishishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Shunchalik bir hayajonli kayfiyatda. Rahmat. Şirkatkilar bugun O'rkash apandining qo'liga oltin bilaguzuk sepib qo'ydi ya. Demak, rahmat. Qani bir chavaqtirimiz bilan. Rahmat. Ton yaptı, onun dinkin gül desteleri bakın. Rahmat, qani shirkatkilar marhamat ha. Rahmat. Gül destelerini bergan barliq ishchi xizmatchilar ko'pdan ko'p rahmat. XN shirkatininki shundaqla XN ikkinchi qo'l Nimkesh avtomobil bozorining savdosining texnik yaxshi bo'lishini, shundaqla O'rkash apandi boshchilik barliq shirkatkilarning sizlarga eng yaxshi mulozimat orqali bu bozorni texmi qaynam tashqiliq cho'mgan ajoyib bir yaxshi bozor qilib qurib chiqishiga o'zimizningki tilaklarimiz bilan, oliy armonlarimiz bilan tilakdoshligimizni bildiramiz. Rahmat, marhamat. Sel hayajonlanib qoldim. To'g'ri tushuninglar. Nechoqning qilsa balkim hammaylar men O'rkash Jinglini, O'rkash apandimni tanıysizlar. Endi men mushu yashimga kelib, mushu yashimda mushunchalik igilik tiklab, shirkat qurib, korxona boshqarib, oz bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirdim. Bu yerda qandaqdir o'zimni maqtash yoki bo'lmasa aqosinlig'a tushundirish emas. Demakchi bo'lganim, men O'rkashning bugunga kadar mushunday kunlarga erishishi, mushunday utuqlarni qozonishi, mushunday o'ltirgan 350 do'st birodarni go'ga chiqib qolib turib, mushunchalar bir cho'ng bozorni qurib chiqqanday yurak, hem jur'at, hem jasorat, hem mushunday kunga erishishga qandaqdir men bir O'rkash bir odamning bu tirikchilik emas. Mening keynimda men uchun hem shirkat uchun ün-tinsiz to'pi qo'shayotgan, bedel to'layotgan xizmatni deb, men bo'lgan vazifani deb, hem mush bozorni deb, oiladagi ishlarni qo'pqab, ayollarni, bolalarni yolg'iz tashlab qolib, men bilan kechini kunduzgi ulab, bugünkide muşda neticelerine yaratışqa hamdamda bo'lgan mening atrofimdagi
Metabla, Kamil, Aziz, Qatarlık hamma işçi xizmatchilar, jinlilar, oddiysi o'sha bozorning tozalik ishiga mas'ul, tozliqchidan tortib hammasining kuchi bor. Bu bir o'rkashning kuchi emas, o'rkash boshchiligidagi kollektivning kuchi. Mushu bugungi sorun sababi bilan fikrlarimga, agashchilarimga, tandidagi barliq a'zolarga chin yurakimdan rahmatimni bildirman. Rahmat fikrlarim, javob tortinglar. Mikrofon bir bo'lib qoldi. Shunchalik hayajonli bir damla. O'ltagan aziz mehmonlarimiz shunchalik hayajon bo'ldi. Chunki yolg'iz otning chingi chiqmas, chingi chiqsimi, dengi chiqmas deb. Bugun deganimizdek shirkatlarninki izchil mush yaxshi bo'lgan mulozimat va'dasi, mulozimatdagi amaliy harakat orqali hammalarni rozi qilib kelayotgan bo'lg'ashqa, mana bugun so'rnimiz shundoqqa O'rkash apandi mana sorunumuz quruq qolmay har soha har kasbdan shundoqla mashina bozoridagi yigit erkak xonim qizlar hammamizni sorunga jam bo'libdi. Bundaq xushalliq damlarda albatta hammamiz hayajonlanamiz. Yana bir qitim O'rkashjon apandiga chavaklarimiz orqali madad beramiz. Ishlaringiz o'ngishli bo'lg'ay. Rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlar, yaxshilarning yanında har qachon yaxshi ishlar, yaxshilarning yanında har qachon yaxshilar bo'ladi ekan. Mana bugungidek mushundaq katib faoliyatimizda har qanday ishlar bo'lsin, har qanday qiyinchiliklar bo'lsin, hammamiz maydimizga mushtlab turib, mana mushundaq yigit erkaklarni, qiz juvonlarni qo'llab turib, mana mushundaq bir bozorni barpo qilish oldida turyapmiz. Bu bozor nuqul savdo tijorat bilan shug'ullanib qolmasdan, balki nurg'ulg'an ish kutib turgan iqtisodiy unum yaratish orqali o'zining oilasini qamdab, shu orqali jamiyatga javob qaytarishni o'ylayotgan har bir o't yurak uchun intayin yaxshi bir fursat olib keldi. Ondan boshqa biz bayon deganimizdek, bu bozorning boshqarish jihatdan bo'lsin va yoki ko'lam jihatdan bo'lsin, hammasi zamonaviylashgan. Yine avtomobil egalarininki, savdo tijorat bilan shug'ullangan o'rin egalarininki orzuidikdek hamma tal bo'lgan. Ya'ni tok, suv, ondan başqa yürüşlük mülazimetlerden aşxana, köngül eçi sorunları, aram eliş orunları intayin toluq bolğan zamanıvi bir baza qat götürüş aldı turvatıdı. Demek bula keçini gündüzgü ulap, an şu bazanınki qoluşu üçün toxtama yürekkini sarık qılıp, her bir tal mıx, her bir tal yağaç, her bir tal simonot üçün her qitim toxtumay qatıravatıdı. Şonlaşqa bizde bu konularda bir gap var. Toxu qatığı sepaqmağa adam mandaq çoğun işlerini qılıp atqanlarının qadigi yetmeydi o deb. Demek bugün sorunumuz kelgan barliq azizlar mana mushundaq azizlarni hurmatlab ularga o'zining madadlarini berib kepti. Mushu munosabat bilan Iroq yaqindan bizningki uzundan buyon xalqimizga chiroyli kuylarini ato qilib kelayotgan yosh talantli naqshchilarimiz, cho'lpon san'atkorlarimizmi bugun XAN shirkati, XAN Nimkesh avtomobil bozorininki mana mushundaq katta yig'ilishi borligini anglab, taraf-tarafdan kelib tabrik aytishga qo'l bog'lab turibdi. Unda bo'lsa aziz mehmonlar ruxsat qilsanglar, biz bugun shu artistlarimizningki, cho'lponlarimizningki chiroyli kuylari bilan faoliyatimizni texim bir Davamlı hürmetinizlarga özümüzün Xotan xalqining yerlik naqshidan birini o'rindab bersam, xo'shal kayfiyatda o'ltirishinglarni umid qilma. Rahmat. Bulbul kafes es ayırmaz,
Vay etiyaz bulmağıca Bulbul kafes tez ayrılmaz Vay iş kutida köyme güce Aşık yadem yığılmaz Men kandak kılay yanın dedide Billep kitay tağının keynige Vay etiyaz bul diyene İçildi bağlın gülleri Vay etiyaz bul diyene İçildi bağlın gülleri Vay men beriyet şahıge konsam Çok sayleşar bulbul ünüm Men kandak kılay yanım dedede Kılgaymu vapa yarım vedegen Vay yarın ni aylını Men toxtamay çal diyem ravan Vay yarın ni aylını Men toxtamay çal diyem ravan Vay meni köydügen şu yanıyım Menzi kızıl bağırı kavan Men kandak kılay yanın dedede Kılgay men vapa bergen ettige Men kandak kılay yanın dedede Kılgay men vapa bergen vedige Kılgay men vapa bergen vedige Rahmat, rahmat. Rahmat, hoş ovoz inimize bizning o'sha Ipak yo'li sadosida o'zining chiroyli ovozi bilan Xotan diyorimizdagi barcha azizlarning yana bir qitim olqishga erishish bilan birga Xotanning xalq naqshlarini tunutdi. Chavaqtirimiz orqali bu inimizning sahna hayotiga madad ilhomlarni beramiz. Rahmat. Xo'sh azizlar, tovanda qizg'in olqishlarimiz bilan Toluma alayda, yani Jiroqdan kelgan bir aziz mehmonni tanishtirishimga ruxsat qilsangiz. O bo'lsa-mu 2014-yili 3-navbatlik Jungo qaltis ovoz, ya'ni yaxshi ovoz sahnasida 10 kishilik komandaning ichiga kirib, ham shundaqla Yonkun muallimninki shu o'zininki guruhida ajoyib chiroyli naqshlari bilan o'zgacha ovozlari bilan bizga tanishib bo'lib ketgan bir kishi. Ya'ni bugun so'rinimizga alayda qadam tashrif qildi. O bo'lsa-mu Ikrom apandi. Hem şundaqla onun bugün muşu sorunda birle tenkaş qilib kelgan ataqlıq gitar mahirimiz Akbar muallim. Şundaqla Shanghai Müzik İnstitutu'nunki müzik o'qituvchisi
Sauken muallim. Ularni kızgın çavaklarımız bilen karşı alımız. Merhamet. 尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，接下来呢，我们邀请我们特殊的一个嘉宾，他是我们2014年参加第3次中国好声音10强选手，进入杨坤战队的著名歌手 Ikram 老师，欢迎他。还有今天跟 Ikram 老师一起演奏的，还有我们的著名青年吉他手Akbar 老师，欢迎您。还有上海音乐学院音乐老师、著名乐手曹侃老师，欢迎您。Onda olsa yarqın sanımızlar için merhamet. Kanatıga qaranglar Guna qılsam Zincir bilen bağlanglar Qağavsa kanatıga qaranglar Guna qılsam Zincir bilen bağlanglar Öz yarılga pes kılgam düşmeni Adem bağmaz Bayavağında bağlanglar Öz yarılga pes kılgam düşmeni Adem bağmaz Bayavağında bağlanglar Dolaşken bu koylanın qarası Bek mucirak İkimizin arası Dolaşken bu koylanın qarası Bek mucirak İkimizin arası Arayrak dep unutup gitmem dostum Hayvan emes Biz bu Adem balası Arayrak dep unutup gitmem dostum Hayvan emes Biz bu Adem balası
neymiş kızıl gülne söygeli saptıysam altay boptu yürgeli o neymiş kızıl gülne söygeli saptıysam altay boptu yürgeli Asta oturup uzun hiyal kılsam bolmaydı iken sizden ümit üzgelim Asta oturup uzun hiyal kılsam bolmaydı iken sizden ümit üzgelim Basalmaydı beş kişi kumarım niyesi balay Kızıl gül tumarım ne Basalmaydı beş kişi kumarım niyesi balay Kızıl gül tumarım ne Seydin qanda melenge baray deymen Lekin yarim bilmeymen hiyalım ne Seydin qanda melenge baray deymen Lekin yarim bilmeymen hiyalım ne Qanda melenge baray deymen Lekin yarim bilmeymen hiyalım ne Rahmet şişe salam Xotan diyardaki qeyrindaşlar Açıl yare başka sancılay deydu açıl Gülüm açılay deydu açıl yare başka sancılay deydu açıl Yarın küye gotiye açıl yare Tenge yamışay deydu açıl yare Tenge yamışay deydu açıl 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 gül açıl açıl yare Açılıp doğbağda gül açıl yare Açılmışsan gül kayda açıl
kayda açıl Yare şiğil bilen kum akor açıl Men bağınga kirmeymen açıl Yare anlarını üzmeymen açıl Hem dikeldim aklımge açıl Yare nadan bile jürmeymen açıl Yare nadan bile jürmeymen açıl 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 gül açıl açıl Yare açılıp doğada gül açıl Yare açılmışsan gül kayda saçıl Açıl açıl gül açıl açıl Yare açılıp doğada gül açıl Yare açılmışsan gül kayda saçıl Açıl açıl gül açıl açıl Yare açılıp doğada gül açıl Yare açılmışsan gül kayda saçıl Rahmet, 谢谢。 Cuando se maya dolores, cuando se quema el d'amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el dolore, cuando se maya dolores, cuando se quema el d'amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el dolore. Baila, 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 bailame esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Cuando se vaya dolores, cuando se quema el amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el dottore, cuando se vaya dolores, cuando se quema el amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el dottore. Baila, 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 bailame esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Yo solo viví enamorado. Mi amor de esta gitana que ya se ponga ya bailando. Baila, 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 bailame esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré esta rumba taitana que yo siempre cantaré.
Cuando se me da dolores, cuando se quema el d'amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el doctore, cuando se me da dolores, cuando se quema el d'amore, cuando se quema su vela, cuando se quema el doctore. Baila, 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 bailame esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Ali, rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa aziz mehmonlarimiz, yana bir qitim chavaklarimiz orqali eng yaqin orliq tutirib, bizga chiroyli kuylar bilan naq maydondan musiqalar bilan naqshlar orqali bizga estetik zo'q ato qilgan Ikrom apani boshliq barliq ustozlarga chavaklarimiz orqali rahmat aytsak, marhamat. Xo'sh, unda bo'lsa aziz mehmonlarimiz, bugungi shu faoliyatimizning o'zida Xan shirkati shundaqla Xan avtomobil bozori bugün çolpanlarını, sanatkarlarımızı teklif kılış arkalık addiyini dasturxan hazırlap bugün oltağan barlıq aziz mihmanlarga cem buluş şatlığını şundakla savdo ticaretdeki yarqın noktalarını gösterip berişini maksat kılıp bugünkü sorunumuzu uğurlaştırdı. Şonaşqa aziz mihmanlarımızdan erkin azadı olturuşunu hem şundakla artistlerimizga çavaklar arkalık medet berişini ümit kılımız. Rahmat. Xo'sh, tövəndə sahnimizga Xotan diyarıdan chiqqan barliq mushu san'atkorlarning ichidagi azimat yigitlar, ya'ni ot ansambli nomidagi barliq yigitlarni sahnaga qilish bilan birga hammamizga ma'lumlik bo'layotgan ustoz san'atkorlarimizdan uzundan buyon san'at ma'rifida o'chmas to'plarni qo'shib kelayotgan, ham shundaqla o'zining chiroyli yiqimli ovozi musiqalari bilan al qalbidan o'rin olgan talantli san'atkorimiz Asqar Aziz apandini shundaqla Xotan ot ansamblini sahnimiz taklif etsak, marhamat.
güzel ayaklarım koymadı yüreklerim çok soğuk sen söylenim aşığım sen söylenim aşığım hey, hey. Bir sözüm var özünge qarab bilgin ko'zimga senden başka kimge de aytay yana o'zingga bir sözüm var özünge qarab bilgin ko'zimga senden başka kimge de aytay yana o'zingga belki de senin sevginin var mı senin biz okuyumuz ha kilede berginin var mı senin sevginin var mı senin sevginin eğer şundak bulsa yar ben azapta kalmayar işki gün ara sever kara çıkan bulmayar haraçken dolmaya eğer şundak olsa yar ben azapta kalmayar işki gün arası da haraçken dolmaya haraçken dolmaya sana sözüm var özünge qarab bilgin ko'zimga senden başka kimge de aytay yana o'zingga bir sözüm var özünge qarab bilgin ko'zimga senden başka kimge de aytay yana o'zingga belki va'da bergin var mı senin sevginin var mı senin sevginin belki de berginin var mı senin sevginin var mı senin sevginin ben azapta kalmayar bana vapa kılgıyar işki gün arası da karatken eğer şundak olsa ya ben azapta kalmayar işki gün arasında karaşken bolmayar kara böyle bir okuyumuz eğer şundak olsa ya ben azapta kalmayar işki gün arasında karaşken Avazınla baba hey anlamadım kara tiken bulmaya
Bugungi katta yig'ilish bo'lgan Xinjiang XN savdo chakilish shirkatining barcha aziz mehmonlarimizga ansambl nomidan yana bir qadim o'tliq salom. Az mehmonlarimizning ozto'la harakat qilib o'tirg'i tushib o'ynab o'ldirish uchun navbatdagi Chin Nuri temiski naqshimizni taqdim etsak, qani yoshlar, Jushqun o'zimizni ko'rsataylar, sahna sizlar uchun. Kıyınaldı bu canım, eğer sen bulmuşsan gereksiz bu canım. Senden izler öttü bu günlerim, eğer sen bulmuşsan gereksiz bu canım. O Chin Nuri hem Nuri hem Nuri, o Chin Nuri hem Nuri hem Nuri, o Chin Nuri hem Nuri hem Nuri. Ay ya Chin Nuri hem Nuri hem Nuri.
Vefasız sevgide kıynaldı bu canım. Eğer sen bulmuşsan gereksiz bu canım. Vefasız sevgide öttü bu günlerim. Eğer sen bulmuşsan gereksiz bu canım. Oh çin nuri hem nuri hem nuri. Oh çin nuri hem nuri hem nuri. Oh çin nuri hem nuri hem nuri. Ay ay çin nuri hem nuri hem nuri. Oh güzel Nuri. Rahmet. Barcha Çavak alkış sadalar Xan Goravi üçün bolsun. Örkeş efendim üçün bolsun. Merhamet. Rahmet. Vay köpten köp rahmet bana sorduğumuz başkadan bir canlılıkni qo'shib etdi. Asqar Aziz efendiga shundaqla ot ansamblidagi barliq muzikantlarga rahmat. Marhamat. Xo'sh, unda bo'lsa aziz mehmonlarimiz tomanda yana bir qitim sizlarning chavaqlaringlar orqali bugungi naq maydonimizni suratga olayotgan ham shundaqla naq maydonimizni ulab taqtiyotgan Şinjan Kuychi Madaniyat taqti chekmasiya shirkati Kuychi bevosita ko'rsatish kanalidagi xizmatchi xodimlarga shirkatdagilarga shundaqla bugungidek so'rinimizni ajoyib yorqin chiroyli bizlab bergan Hakim Nur Biyotexnika Mas'uliyat şirkati Hakim Nur bezakchiligiga shundaqla bugungidek bizni azodi muhit bilan ta'minlab bergan Xotan shahar Yo'rinqash daryo bo'yi 1-ko'rik to'y marakazi zaliga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga, jafo chekdinglar. Xo'sh azizlar, tovanda bugun so'rinimizga tor dunyosida o'zining ajoyib chiroyli larzon usullari bilan o'zgacha usul qiyofatlari bilan bizning mushu do'yin qo'shovlarda hammamizga tanishib bo'lgan yosh talantli usulchimiz Nurjamol xonimi bugungi mushu Xan shirkatiningki katta faoliyatiga o'zining chiroyli usullarini olib kelibdi. Xo'sh, unda bo'lsa qizg'in olqishlarimiz bilan bu o't yurak san'atkorimizni, chiroyli sonimizni sanimiz taklif qilamiz. Shundaqla larzon usulidan hammamiz birlikda o'zunlanamiz. Marhamat.
Xo'sh, muhtaram aziz mehmonlar, bizning shu orqa sahnimizda tok uskunlardan azroq uzilish bo'lib qoldi. Shunga aziz mehmonlarning qimmatli vaqtini ayib qo'ygudekmiz. To'yanda bir talablar bor ekan, mushuni o'rinlag'ash turgandan keyin biz shu uskunlar asli kelgandan keyin davomli esil nomerlarimizni barcha aziz mehmonlarning ko'ngil aromiga sunsak. To'yanda qizg'in olqishlarimiz bilan bizningki shu Qan Nimkash avtomobil savdo bozorininki yangidan tayyorlangan bosh direktori mas'uli O'rkash apandini sahnimizga yana bir qitim taklif etamiz. Marhamat. El ağıyla uzattım bu yan saklap kilibatkan bir köngül soğam hem şundakla bir yürek sözüm var idi dep şu bizimki danlık köz kesellikleri mutaxassisi doktor hem şundakla Örkeşcan'ınki özünün en yakın canciger ağinisi Alımcan Efendi bugünkü muşu kat sorunda barlık hizmetdaşlarını şundakla aile tavabatlarını başlap Örkeş Efendi'ge medet ilham verip hal sorap kepti. Qani qizg'in alqışlarımız bilen bu köz keselligi doktoru Alımcan Efendi'ni sahnimiz teklif etsek. Merhamet. Əmisi Örkeş ağinem uzundan beri muşunchilik japa mushaqqatda mushungidak bugünkidek kunga kamiki oson emas. Mübarek bo'lsin, ishlaringlar ro'naq topsin. 在2021年牛气冲天的日子里，祝我兄弟一帆风顺，风水，水到渠成，马到成功。 Fakat bir gap bilan cevap veretme. Bana şu 27 yıl, 28 yıl yankısı bana emrevlap Japan'ı tanıtıp başka tıkçılarımıza məsləhət verip güzemge doğru vaxtıda tek güzüp doğru yoluna nurgun ticaretteki bazı bir işlerde bana hemdemde bulup məsləhət verip gelgen şu Alımcan ağinemge köptün köp rahmet etme. Rahmet et. Mikrofon kulağımga çıkan çağda pürsani çiң tutup yine 2 minut vaxtını alay. Bayam her bir jozuğu berip şirket mesulları vekilleri bilen tötelen berip bir kurashgan bulduk. Asli qayda uycha ishni oldida turib kelgan chig'inlarda oldinga chiqsam bo'tdi. Endi mashin to'xtatish qolaysiz sababdan ko'pincha yo'ldoshlar yan eshikdan old eshikdan chiqqanlik uchun ham ba'zi bir sabablardan hech bulanmay oldinga chiqolmay hurmatsizlik qilib qoldi. Shu sababdan bayan jo'zimi berib hamma bilan ko'rishib keldim. Yana bir qatam bugungi mush kechilikka, mush sorunga, mush do'stig'onga kelgan tijoratchi, tuqqan, savaqdash, alog'ini birodar, aka-ini, hadi-singil hammanglarga yana bir qatam men O'rkash apandimdan chin yurakimdan rahmat. Uzun bir dem sözlem siyah oldu mu? Rahmet ha. Bu ağinemnin 2 kız gepi var. Daim bir-biriga kep qalsak, men gepki naqis deydi. Endi bu naqislikni tan uqmadim. Lekin bir sözlük ağinimiz özü gepide lavzidan ait turadigan. Demek men bu yerda nimachi desam, misherga o'ltagan barliq qo'llab kelgan do'stlarga O'rkash nomidan shundoq va'da bera olamanki, bu gepi jing yana birini bir deydigan rost so'zlik xo'jalik og'inam mishada o'ltagan barliq do'stlarimizga eng yaxshi mulozimat va'dasi, eng yaxshi o'zininki mushu amaliy harakat orqali javob qaytara oladi deb o'ylayman. Mana mushundoq Alımcan Efendi'dek ve başka bugün sorunga tabrik etip kelgan barliq aziz do'stlarimizningki O'rkash Efendi bilan do'stligining uzoq muddat davomlashishini, mangu yaxshi do'stlardan bo'lishini umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa nomerlarning tartibini almashtirib qo'ysak, bir ayibga buyurmaysizlar. Chunki
şu elektronlik uskunlarda degandek tazı bir ishonch yo'qchu. Nimishqa desanglar ba'zi chaqlarda o'zi ichki keşlep turib oladi, ba'zi chaqlarda toki uzilib qoladigan, simlarni tonimaydigan bir ahvollari bor. Yana biz shu naq maydonda yoki olmay qolsa qo'l silib qilayotgan ishimizda biza ishonch bo'lg'achqa shunga Salman nomerlarni almashtiradigan bo'lib qoldik. Tövende endi bir tolimi bir alaydı mehmanı yani bizimki bir şeyde oltagan maşin bazırdaki barlık dostlarımız, braderler bizge vakaleten bir öyle sahneye çıkması bulmaydı o depti. Çünkü bugün Nurgullah özünün köngül sözüne kınmakçı bolsun mu vakit çektiğimiz tüpeyledin, sahne çektiğimiz tüpeyledin bu yere çıkanmadı. Demek maşini bazırda özünün ki uzundan bu yan ticaretten şugullanıp kilovatkan hevaskar bir nakşi dostumuz var. O bolsun mu Mirullah Efendi. Mirullah Efendi emdi şu maşin bazırdaki vakaleten bugün Örkeş Efendi'nin şu sorununu ben nakşam arkalı kız tipesem deydi. Kene çavakla var mı? Hoş onda olsa Mirullah Efendi'ye tenkeş kıpyatına bek mühim bir mihmanı çağırıp çıkmakçı bulavatıdı çu bu. Adılcan memtiminle çıkmasam ben nakşı okanmaydım deydi. Bir çavaklarımızdan medet bir vedir. Hamısla yakşıydı. Hoş kanemizi senimiz özürü kaldı. Sorundaki barlık elağıyla hemenlarının keşke hayırlı olsun. Muşu sorunu ro'yobga chiqargan Örkeş Jingli ağinamga köptüm köp teşekkür japata atanlar. O'zim mashinchi bo'lay suftim bilan muşu ağinlarimga bital naqsh o'qib bermasam degan ko'nglim aram topmadi, shuni chiqib soldim bu yerga. Boshlab bersizlar.
Kiyeçe tumakım var Avaylap üzüp etme Avaylap üzüp etme Aman bir gün kile durma Vay, vay Ümmetni üzüp etme Aman bir gün kile durma Vay, vay Ümmetni üzüp etme Ümmetni üzüp etme Rahmet, rahmet Adılcan ağinamga köpten köp rahmet Vay sizlarga rahmat. Endi mushu mashina bozordagi yangidan tayyorlagan nihoyatda chiroyli lapasini ostida mashina dizib o'tirib mushu naqshini o'qib mashina sasum aytdim. Bir chavaqlarimizdan madad berib etdilar, ha? Rahmat. Demak, bizningki mushu yerda o'tirgan barliq azizlarning ichida shundaq birga mayir ko'p qadr do'stlarimiz ma'zam emas ekan. Xo'sh, shunda bo'lsa davomli bizningki to'rt cho'lponimiz, chiroyli singlimizdan usuldan hamda o'zullarimiz, musiqalarimiz, uskunlarimiz asli keldi. Xo'sh, qizg'in chavaqlarimiz bilan Nurjamol qizni sanimiz taklif etamiz. Marhamat. Rahmat Nurjamol singlimizga, so'rnimizga shunchalik chiroyli, nazokatli usulini olib kelibdi. Xo'sh, shunda bo'lsa azizlar, bugun so'rnimizga yana bir alayda aziz mehmonimiz, yana o'zining ajoyib tartimliq sho'x naqshlari bilan, shundaqla o'zgacha yuqori ovozi bilan hammamizga tanishib bo'lgan Xotan Qarqoshdan, Xotan o'g'loni Asqar Muxtarmo bugungi so'rnimiz qadam tashrif qildi. Qani unda bo'lsa, hammamiz chavoq olqishlarimiz bilan qo'sh ovoz kuychimiz Asqar Muxtarni sanimiz taklif etamiz. Marhamat. Salam barliq azizlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mendan yana bir o'tliq salam bo'lsin. Rahmat. Oldi bilan barliq azizlarga 2007-yili aytgan bir naqsham bor, shuni aytib bersam, Oshiq hasrati degan naqsh o'zinglarda bo'lsa. Marhamat, rahmat. Yazsam ben yarımda gelmedi cevap Küzüm yolda nigarımның yoluga para
Gam yazsam ben yarımga Gelmedi cevap Küzüm yolda Nigarımның yoluga para Yetin taymu yolun saymu Bilmedim yarım Perişan ben halim yok Yıldız Nisan Yarkınlığın kararı yaktuştu mu? Yamenin din ağrını yüreğin tanıdım Yarkınlığın kararı yaktuştu mu? Yamenin din ağrını Kılgan bulsam yamanlıyım Etkine yarım Yapılmasa könlümni biri aldım Yamanlıyım etkine yarım Yapılmasa könlümni biri aldım Kılgan bulsam yamanlıyım etkine yarım Yapılmasa könlümni biri aldım Rahmet. Şu yaş vaqtında aytgan naqshni azizlar yashinib qoldik endi. Rahmat. Yarıgan bolsa yana barliq azizlarga Xotan xalq naqshlaridan Gülüm Gülyarxon degan naqshni o'zingizlarga sunsam, echilib bir maydon usul o'ynab bergan bo'lsang. Marhamat, rahmat.
yarxan Numancılar yığlaysan Cinim gül yarxan Hava bakılmıgan yada Cinim gül yarxan Cinim gül yarxan Yarxan, gülüm gül yarxan Üzü her çayda oynaydı Cinim gül yarxan Köngülde yalır tursa Gülüm gül yarxan, gülüm gül yarxan Üzü her çayda oynaydı Cinim gül yarxan Köngülde yalır tursa Gülüm gül yarxan Gülüm gül yarxan Qaşının qarasıga Gülüm gül yarxan Talbulay arasıga Gülüm gül yarxan Cinim gül yarxan Əslarəxmin kəlməydi Cinim gül yarxan Mecnunun balasıga Gülüm gül yarxan Cinim gül yarxan Əslarəxmin kəlməydi Cinim gül yarxan Mecnunun balasıga Gülüm gül yarxan Cinim gül yarxan Gülüm gül yarxan Cinim gül yarxan Oy rəhmət Rahmat, kayfiyat shunchalik esila. Yana bir qitim chavaqlarimiz bilan mushundaq chiroyli kuylarni bizga taqdim etgan Asqar apandiga shundaqla so'rnimizni ajoyib qizitpagan barliq usta o'ynagan azizlarimizga chavaqlarimiz orqali rahmat aytamiz. Rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlar, biz yana tövəndə səhnimizə yosh talantliq ijodiyatchimiz, naqshchimiz shundaqla bugungi mushu naq maydon musiqalarni orqa sahnada turib bizga chiroyli yetkazib berayotgan, tanshib berayotgan bizning yosh kompozitorimiz Parachon apandini bugungi so'rinimiz uchun olib kelgan kuylarini taqdim etishni taklif etamiz. Marhamat. Merhamet, barcha suyimlik aziz ahlari. Hammalarning kechki xayrlik bo'lsin. Men Parato bilan sendan hammalarga o'tliq salom bo'lsin. Do'stlarimizning ko'ngil aromiga hamda ijodiy naqshlarimdan, yoshlarimiz orasida azroq moda bo'lgan naqshlardan sizni qandoq tushuna yaru demislik muhabbat kuylarni sunmoqchiman. Rahmat. Marhamat. Sığınıp kalma
tushunmayman sizni qanday tushunay shunchalik yomonmi yarim meni suymaydigin keladi men shunchalik yomonmi yarim meni suymaydigin kamaydi men o'zimni tushunmayman sizni qanday tushunay shunchalik yomon bu yarim sizni qanday tushunay men shunchalik yomonmi yarim meni shundoq ko'gim kelmabdi men shunchalik yomonmi yarim meni shundoq ko'gim kelmabdi aşk qizni o'ynaman ko'nglim tatqandadim o'zingga yetar aşk qizni o'ynama qalbim tatqan japa o'zingga yetar men o'zimni tushunmayman sizni qanday tushunay yarim 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 rahmat hammalarga yaxshi kayfiyatlar yor bo'lsin rahmat Rahmat Paraşanğa, rahmat köptün köp rahmat. Xo'sh aziz mehmonlar, tuvanda bir talablar chiqib qoldi. Shunga shu bugun O'rkashjon boshliq barliq shirkatdagilar shundaqla artistlarimiz, san'atkorlar biz sohibxon bo'lib sifatimiz bilan albatta shu talablarni o'rinlamasak qat'iy bo'lmaydi. Shunlashqa o'ltagan mehmonlardan nurg'ulg'an cho'nglar, adillarimiz, xonimlar bayan biz Nurjamal qizning usulusini ko'rib qolmagan, yana bir usulni o'ynab bergan bo'lsa deb talab qilibdi. Unda bo'lsa olqishlarimiz bilan bu chiroyli sonimizni sahnimiz taklif etsak, marhamat.
Rahmat. Mikrofonlar ovoz paydo bo'ldi. Qandaroq azmimalar kayfiyatinglar yaxshimi? Xo'sh, unda bo'lsa, mush faoliyatni oxirlashtirilmiki kesh bo'lib qoldi. Dam olsanglar, manglar. Charchab qoldinglar. Ashta qilamdoq. Voy, biraylan qolgandek ismda ashta bir ish bor, ha? Kimdi? Rahmat, isim sep qo'ygan barcha aziz mehmonlarga. Tavanda unda bo'lsa, sahnimizda bizga hammadan tanishib bo'lgan ajoyib sho'x tetimliq naqshlar bilan al qalbidan o'rnab kelayotgan o't yurak san'atkorimiz Qarqash o'g'loni hammamizga tanishtiq kuychimiz Adiljon Muhammad Iminni sahnimiz tasbitimiz. Marhamat. Kasil o'tdi. Salam, bugungi mushu XN Nimkash mashina maydon uchun yig'ilgan barliq aziz qarindoshlar, shundaqla jafokash mashina savdogarlari, tirishchan mashina savdogarlari, kechqurun xayrli bo'lsin. Oldi bilan men sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat. Bugungi qutlug kunda har qaysinglar birlik bo'lgandan nihoyat xushalman. Oldi bilan mushu o'rkash og'inam to'g'riliq bir so'zlar, ya. Bayam o'zi so'zlagandan, boshqalar so'zlagandan men boshqalar so'zmagan bir tarafdan yuritib demoqchi. Men o'rkash bilan tanishqili xili uzun bo'ldi. 5ta bu nihoyat men tanishgandan boshlab o'zi haqiqiy, jin, odimiyligi yuqori, mehmondo'st, nihoyat yaxshi og'inam edi. 5ta boshqa kichik tijoratdan boshqan oshxona ochib boqqan, undan keyin boshqa tijoratlarni qilib, mana necha yil mobaynida nihoyat tezlik ko'tarilib, mana shunday cho'ng bir mashina bozorini vujudga keltirdi. Bu og'inamning uningdan sirt yana siz bilmaydigan bir taraflari bor. Birinchi bulan meni mush qumliqqa so'rab degan og'inamning o'zi mush shu. Bu uningdan sirt masalan taqqa yomishadigan, parashyut bilan tushadigan, xatarga tavakkul qiladigan ajoyib bir yuraklik bir og'inam bu. Muşunun qalam amcık ilhamagan, muşunu ügengen, aldı bilen muş örkeş ağinamga yeni bir rahmetimni bildirmen. Rahmet. Bu yani bir tevekkülçe, onun üstüge yeni bir tüngüz tələydamdık, muşuna bir ahmetler var bu ağinamdım. Muşu tevekkülçülük qıp, hazıra kadar bir ziyan tatıp bakın okumayman. Muşundak maşini bazında berpa qıptı, muşunun əgəşken, muşunu qollagan barlıq, aziz dostlarımı bundan keyin işlerine, ronak tepşiga, şundakla, teximi pulni jiqtib boybulab ketishiga chin dilimdan tilakdoshman. Rahmat. Aldı bilen bizden şu ot ansambldaki barlıq aziz mehmon, bizden aziz kasbdoshlarimiz tanishayotgan bo'lsam, chavakinglar bormi? Hey! Aldı bilen huzuringlarga bizniki Xotanninki dangliq gitar mayri shundaqla muarif sahifadagi tövfikar Bag'van bizden Asqar Aziz'ni bir tanishtirmoqchi. Asqar Azizning bir kalima mahoratlarini ko'rsatsak, qani chavakinglar bormi? Hey! Çavak! Asqar Aziz aynı vaqtda chet ellardan boshlab, ichkarilardan boshlab nihoyat ko'plagan uyonlarni qo'yib, ko'p alqishga erishgan. Hatto uning tarbiyalagan o'quvchilarimiz hozir shu mamlakatimizning har qaysi joylarida nihoyat natija qozonib, zo'r utuqlar bilan o'zining muzika uchun, naqsh uchun bo'lgan o'zining qobiliyatlarini namoyon qilmoqda. Undaqda ikkinchi bo'lib tunishtirmoqchi bo'lganimiz bizniki İlzat. İlzat qalib bizning elektronlik Royal Mayr tuanda İlzatning mardini ko'rsatganda bir chavak, hey!
Çavaklarımız ilzat işine. Tövende tanışmakçı olduğumuz bizden Qaraqash Naylik Sanat Ömek'nin ataqlıq Sakis Mayri, şundaqla Şavxu Mayri, Tudu Mehmet Efendim'nin bir meydan maharetini görümüz. Kana çavaklı olmam, hey! Tügetto. Tövende bizimki Halid'imiz bu nöbet Şiyan'ın müzik şöyenine okuşturup geldi. Halid'imizin bir qancha mahallerini göstersek bas gitarda. Hazır asman karanlık ketmek ya. Hey! Rahmat. Naqmaydan müziklerimiz sizlar uchun, ha? Tövende tanışmakçı bo'lganimiz bizning tizmi Dumbaq Mayrimiz, shundaqla bizning ansamblniki ijodiyatchisi, bu qo'lig'i nimasini tushunib chaldi-ku, odatda. Rahmat. İjodiyat mı qiladi, tekst mi yozadi, tambur mu chaldi, duta mı chaladi, gitar mı chaldi, bas gitar mı chaldi? Yana ang oxirisida shu Dumbaqni bek boyga yetkazib chaladi. Qani, Irshad uchun bir maydon chavak! Rahmat. Endi tanışmakçı bo'lganimiz bizning viloyatlik Yangi Qachash san'at ömekining dangliq dab peshvosi Qaysarjonning ijrosida bir maydon dabduza, ha. Usul o'ynaganini taklif qilamiz, ha, so'yib qolib yaqtimaymizmi? Kana pey selam diken. Erle bir tokra, vakraf ayala bir çıkra bir çağ çepirle kadın. 1, 2, 3. Bana mında koyuyan dikende. Tövende tanışmakçı bo'lganimiz bizning Xotan Naylik Sanat Ömek'ninki danliq ravabchisi Zulfiqar inimizning bir maydon maharetini ko'ramiz. Qani marhamat. Rahmat, ey, rahmat. Undaq bo'lsa, bizning Qaraqash Naylik Sanat Ömekning müzik yetakchisi shundaqla G'ijak Mayri Elijonning ijrosida bir maydon. Qani? Hey, rahmat. Endi men çalmasam bular? Çalamdı buna?
Rahmat. Ha, undaq bolsa yana davomliq marhum gitar mayri Ahmadjon Ma'mutovning ijrosidagi bir yurish sho'x chatmi naqshani sunimiz. Mumkin bo'lsa barliq mehmonlarning qattiq chavaklanishib, to'lab qilishni umid qilamiz. Chunki bizning butun bugungi faoliyatimizni butun kuychi naq maydon bevosita orqali hozir 10 mingdan ortiq odam bizning musul naq maydon taqchimizni ko'ryapti. Albatta buni siz tomoshabinlarmi chiqsizlar, shunga shu o'yinimizga mos chiqmagan bo'lsanglar, shoshma! Yarda kalmadım, yollarınga qarayman yar. Killa yarda kalmadım, yollarınga qarayman yar. Bar purak şamaldın, jamalını so'rayman yar. Bar purak şamaldın, jamalını so'rayman yarim. Akşamdan sana köyge çamrığın muhabbet barın akşamdan. 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 La 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 bil okuyuz hey. La 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 hey. La 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 bi 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 Asgar için bir çavak hey! Acayipken muhabbet degen Vesli şirin hicranı kattı Bağlı valgaç riştenli ana Ey güzellik şahi Gülperi Eğer bulsasının vicdanın Meni taşlamagan bulatın Eğer bulsasının gururum Vicdansızlık kılmaz bulatın Acayip diyen Vesli şirin hicranı kattı Bağlı valgaç riştimni ana Ey güzellik şahi Gülperi Nakşamın sadasını Can yarım anlasın Nakşamın sadasını Can yarım anlasın Könglimnin aramini düşünəsimi Könglimnin aramini düşünəsimi Bir körüp naməsini Aşk buldum yüzündən Bir körüp naməsini Aşk buldum yüzündən Yaltırab çatlap durgan Bulakta kara gözüngə Yaltırab
çanlap durgan bulakta qara gözüňe Kız balı şeytan ezitku minni köydürüp Meftun kıldım özünge Heyal çöndürüp Kız balı şeytan ezitku minni köydürüp Meftun kıldım özünge Heyal çöndürüp Ey yol tozum halımını sorgin İşte uti bana derdimni sorgin Göz aldımdan ketmeydi şu cemaliniz Meftun kılar beni özge ayrılık sarınız Aha Oh bilem Oh Nan 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 Gözüm düştü kızla aralala yüzüne Yıldız bulup çaklap durgan aşı gözüne Sensiz hayatım bana oldu cani can Cani can Gözüm düştü kızla aralala yüzüne Yıldız bulup çaklap durgan aşı gözüne Sensiz hayatım bana oldu cani can Cani ayrım bilemsen Dille çölde yürüsem çölde cani can Çölemez koyamağa bir gülşen Uçlap kalsan gündüzleri bakayım Bakın ben yaşadım yaptım hayata eskere Kane eskere için bir çavak hey baba Geceleri tolgunum kirip sen düşünge Uçrap kalsan gündüzleri bakayım Çalkınlı ben hey Boşulap kaldı Avazılı ben hey Bakın ben yaşadım yıl hayat Rahmet. Taza abdan çalanmadık mı? Çavukanlı bek boş, avazanlı bek boş, ıskırtışınlı bek boş, çiğkırışınlı bek boş. Bir çiğkıra bakala kadar, be çı! Manda bomam toyan digen.
Yeni bir gitar var lan. Ben nakşa okusam ya Yingshan Güto ya Taruzo diye birimiz benim butumuydu. Oy. Keyfiyatlı yaxşı mı? Andak bolsa Muş Xotanның yaman şoq, yerlik nakşılardan bir yürüş, yarım saat okumakçımın. Bolsa muşu barcha aziz mehmonlarni qattiq şoqlab, o'taldirish uchun chin qalbimizni umid qilamiz. Ma jiboni ko'rganlar mamasa bu nalik ekanisi, bu Xotanlik ekan deb qolsin. Qanday bo'ladimi? Saqa çıkanda on kolumuz deyman patay, mana on kolumuz deyman patay. Bar uyandı siz oyna, siz oyna, dediniz deyman patay. Bar uyandı siz oyna, siz oyna, dediniz deyman patay. Bağda özkenleydim neylim o, dost bulavasam neylim o. Bağda özkenleydim ba, neylim ba, işte yarga meylim ba. Mehmet ızga manganda, çavaş kuttan zul başlar, çavaş kuttan zul başlar. Mehmet izin yanganda cinim yaladı, kız çokanla göz taşlar. Mehmet izin yanganda cinim yaladı, kız çokanla göz taşlar. Ya düz köyde can, kıynav yapacan, kıynav yapacan. Liveyanı körgende cinim yaladı, yaşardı bizden can. Liveyanı körgende cinim yaladı, yaşardı bizden can. Hey! Örkeşin başta oynayımız ha? Örkeş sen gel. Ha? Kale yaş vallahi. Bugün orkestra söyleyip oynayımız ha. 每天树上跑青蛙，水塘面上种西瓜，水塘面上种西瓜。我心上的姑娘你在哪里呀？快来到我的身旁。我心上的姑娘你在哪里呀？快来到我的身旁。哎，姑娘。
我心上的姑娘你在哪里啊？快来到我的身旁。我心上的姑娘你在哪里啊？快来到我的身旁。哦，他们那比莫拉，哦，把我他们那比莫拉，哦，他们那比莫拉，哦，把我他们那比莫拉。把生命给戳开啊，啊，给不要没你多啦。哦，把生命给戳开啊，啊，给不要没你多啦。情人不到等下来，哦，情人没谁的你来。情人不到等下来，哦，情人没谁的你来。太阳不知西边来，啊，月亮不会爬上来。哦，太阳不知西边来，啊，月亮不会爬上来。嘿，你的名字叫谁的？啊，我在梦里见过你。你的名字叫谁的？啊，我在梦里见过你。我深深地爱上你，啊，我也真的需要你。哦，我深深地爱上你，啊，我也真的需要你。不打架上等谁啦？说不说我吃没啦？一旦加上等谁啦？哦，说不说我吃没啦？那些的没能的，啊，为你刚爱没啦？哦，那些的没能的，啊，为你刚爱没啦？你的朋友，我的朋友，才来大麦斯拉跳起来，姑娘啊，情人啊，朋友快带上一起来，才能多斯通，没能多斯通，才来大麦斯拉回来哩，谁家il让我能希腊的萨回来哩，哦，北京上海跳起来，天津重庆跳起来，海南河南跳起来，山西广西跳起来。宁夏西藏跳起来，河北湖南跳起来，新疆内蒙古跳起来，跳起来呀，跳起来呀，来西来普跳起来，跳起来呀，跳起来呀，来西来普跳起来，哦，跳起来呀，跳起来呀，来西来普跳起来。那我等眼蒙安呐，喂喂，那做的汗，我吹了我们做的汗。那个怎么给了那个爹，你给的扛做的汗。那个怎么给了那个爹，你给的扛做的汗。我把个米干呀吧，喂喂，那做的汗，我吹了我们做的汗。啥个不是怎么得有个爹，你给的扛做的汗。那的穷人白眼包，你给的扛做的汗。我当的莫家人吧，喂喂，那做的汗，我吹了我们做的汗。我当的莫家人吧，你给的扛做的汗。我当的莫家人吧，你给的扛做的汗。我把个米干呀个，喂喂，阿妈做的汗，我吹了我们做的汗。那的穷人白眼吧，你给的扛做的汗。那的穷人白眼吧。Dikki dik kanzor hey! Vay kağla, can kağla, davandınaş, kan kağla. Davandına aşkan kağlam Vay kuşkına yoksandıla Yirakta kalgan yarlar Yirakta kalgan yarlar Açılan dugul Saçılan dugul Yarına
Yarının begida sayraydı bulbul Yarının begida sayraydı bulbul Gep kalman aka Gep kalman aka Gep kalgan bilen Konkayni çaka 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 Buzağa basıla Yol bolsun dala Nime lazım bolsa Algaç kelala Yerimse çay ilip Çeynek kesilip Bir çeynek çayni Demlep bir ala Kumuzda hep tut Köyde pişanım köyde pişanım Sen kettin canım Alsın nişanım Sen kettin canım Alsın nişanım Akta şavahan Çaneci sahan Akta şavahan Çaneci sahan Zarda oynasam Doymaydı bu can Zarda oynasam Doymaydı bu can Bugün günge yaşanma Dikkan akam oynaydı Bugün günge yaşanma Dikkan akam oynaydı Kimlik gittin kutenge Karab gözle doymaydı Kimlik gittin kutenge Karab gözle doymaydı Kavak kümek kuşkırda Okşap gitti gözle Kavak kümek kuşkırda Okşap gitti gözle Yemek içmek mazırı Kaynap gitti gözle Yemek içmek mazırı Kaynap gitti gözle 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 Akdaç kümeri tü bir bedilep pan bir bedilep Akdaç kümeri tü bir bedilep pan bir bedilep Mağa kalan bir hocam bir bedilep pan bir bedilep Mağa kalan bir hocam bir bedilep pan bir bedilep Hey dumatsan çoğenim bir bedilep pan bir bedilep Hey duasam çoğenim bir bedilep bal bir bedilep Cağlaç kuyken hocam bir bedilep bal bir bedilep Cağlaç kuyken hocam bir bedilep bal bir bedilep 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 Bak saldık ana saldık Kürep koysla yarem Bak saldık ana saldık Kürep koysla yarem Otura tona köydüm Kanına karap koysla yarem Otura tona köydüm Kanına karap koysla yarem Dostum Emracan Koşlan Zorhan Hey dostum Örkeş Şoğan Koşlan Zorhan Bir küreyim o yarini Kanına kıyla ucu azizcan Bir küreyim o yarini Kanına kıyla ucu azizcan Çalımıza Atbindim toru kaşka Çaptırdım şehil taşka Atbindim toru kaşka Çaptırdım şehil taşka Her kişinin yarı başka Yarıma okşamdı kalem kaşka Her kişinin yarı başka Yarıma okşamdı kalem kaşka Dostum Emracan Koşnam Nadircan Hey dostum Örkeş Şoğan Koşnam Zorhan Bir küreyim o yarini Canıma kıymal ucu azizcan Bir küreyim o yarini Kanına kıymal ucu azizcan Kulak sılan akşamga Şok usulni başlayımız
Qaddimizni tik tutun Qullashda avval tashlaymiz Nima başlandım tasdum Beşab oynandım tasdum Qullashda kirib mardona O'chilib o'ynandim tasdum Qullashda kirib mardona O'chilib o'ynandim tasdum Hey!亲爱的朋友，你们好，孤独你千万别烦恼，跟我来一起跳支舞，快乐的生活咚萨斯咚，美好的生活咚萨斯咚，快乐的生活咚萨斯咚，欢迎有世界新将来，咱们一起来咚萨斯咚。欢迎有世界新将来，咱们一起来动萨斯，嘿嘿嘿，嘿，咻咻咻咻，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。Has çıkarıp kollardan Dalını bağlap yan türüp Düşme taza oynayınız Gülgülüge keltürüp Neme başlandım tasdım Düşep oynandım tasdım Ulaştı kirip merdane Üçülüp oynandım tasdım Ulaştı kirip merdane Üçülüp oynandım tasdım Hey! Konak salan akşamda Şok usulni başlayınız Kaddımızı tik tutun Qullashda avval tashlaymiz Nima başlandım tasdum Meşab oynandım tasdum Qullashda kirib mardona O'chilib oynandım tasdum Qullashda kirib mardona O'chilib oynandım tasdum O'chilib oynandım tasdum Aya derdi Emdin akşam tügide Ovazını baba Rahmat. Rahmat, aziz mehmonlar, rozi bo'ldinglarmi? Mana haqiqiy ismi jismiga loyiq o't ansambli, sanimizdan o't chiqarib yetib qolmay, armay talmay mush kuyga tashlab barliq aziz do'stlarimizga eng chiroyli yani ulab xalq naqshlardan bo'lsin, mayli zamonaviy naqshlar bo'lsin, chiroyli o'rlab berdi. Adiljon Mamtimen shundaqla o't ansambldagi har bir japokash muzikantimizga yana bir qitim chavaqlarimiz orqali rahmat aytamiz. Rahmat. Xo'sh, aziz mehmonlar, har qachon konularning shu gapi esimiz keladi. Yana xo'shallik damlar intayin qisqa bo'ladi ekan. Jahonda oxirlashmaydigan sorun bo'lmagandek, mana bugun bizningki shu Xan shirkatininki Xan Nimkesh avtomobil savdo bozorininki savdogar chaqirish, uzundan buyon qo'llab kelayotgan xaridorlarimizga minnatdorlik bildirish, shundaqla axborot e'lon qilish asos mazmun qilingan cho'ng tipdagi yig'ilishimiz ham katta choy faoliyatimiz oxirlash oldi turibdi. İşinimizki mana mushundaq tubanda o'ltagan bugünkidek ko'ngil so'rab kelgan barliq aziz mehmonlarningki madad ilhomlari bilan shundaqla qo'llab quvvatlashi bilan
bizningki bu yenidan qurulmoqchi bo'lgan savdo bozorimiz texmi gullab yashnug'usi. Bu savdo bozorida har bir o'ltag'an qor ko'zlar, har bir o'ltag'an o't yuraklarimiz bilan birlikda mo'rini mo'riga tirab, birlik kurash qilib, ulug' vatanimizga minnatdorlik bildirib, shundaqla mush o'zimizning igiligi iqtisodi orqali jamiyat muqimligini, abadiy amallikni ishga oshirish uchun hamma bilan birlikda tirishaylik. Ahırda Xan şirketi şundaqla bugünkü muşu Nimkesh avtomobil bozorining axborot e'lon qilish yig'ini munosabati bilan bugünkü so'rovga ko'ngil so'rab kelgan barliq aziz mehmonlarga eng oxirida yana bir qatim shirkat nomidan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Yana bir narsani eslatib qo'ysam aziz mehmonlar, jahonda sababsiz ish bo'lmaydi. Mana biz bugün bu yerga yig'ilishimizmi Xan şirketidan iborat mush Nimkesh avtomobil bozorininki kelgusi taraqqiyotiga hammalar hassa qo'shish uchun keldik. Shunlashqa hammalarninki burunqidekla bu savdo bozorining taraqqiyotiga ishinib biz bilan tang mas qadamda ilgirlab menishinglarni umid qilamiz. Boyam deb o'tgandek imkoniyatlarimizning bericha yana o'g'in 2 kun ichida barliq rasmiyatlarni to'liq bitirib olgandan keyin vaqtida mush savdo bozorimizningki munosabatlik to'xtam rasmiyat imzolarini shirkat orqali deyishib olsanglar. Ahırda bugünkidek kat sorun arkalık Xotan diyarideki ve Irak yakını kelgan barlık azizlerini şundakla yarkın sahnimizi yurtib kelgan barlık çolpan sanatkarlarımızı, artistlerimizi cem qilib kelgan şirketke yeni bir qitim rahmat aytamiz. Şirket nomidan bugünkü faoliyatimiz qatnashib kelgan barlık azizlerinin tinigi salomatlik, ailesiga baqit hem şundakla savdo ishtirga ro'naq tilaymiz. Ahırda ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.